Amerika va Kanadada 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish chaqiriqi kuchaymoqda. Amerika Davlat Majlisi a'zosi Jon Katko 22 fevral kuni Amerika prezidenti Jo Baydenga rasmiy maktub yo'llab, uningdan ochiq-oshkor irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan bir hokimiyatning sohibxonligidagi olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. U maktubda mundaq degan: Amerika o'rnidan dasturib, Amerikaning qurilish prinsiplari bo'lgan kishilik huquq va qonun bilan idora qilish va'dasini qo'llash kerak. Amerika darhol harakat qo'llanib, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni sistemalik yo'qitishiga urinishini tizginlash kerak. Xitoy Kompartiyasi qo'llangan harakat Amerika va uning dunyodagi ittifoqdoshlarining qimmat qarashlariga zid. Ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilik qilayotgan davlatda o'tkazilgan Olimpik tanharakat musobaqasiga qatnashish bu o'rtaq qimmat qarashimizga buzg'unchilik qilib qolmay, balki u erkin va haqqoniy jamiyat izlaydiganlarga bergan va'damizga ko'langa tushirdi. Davlat Majlisi a'zosi Jon Katko Amerika Fox televiziyasida so'z qilgandimi, Amerikaning bu musobaqaga qatnashishi dunyoga xato signal berdi. Xitoyga va uning tahdidlariga bo'ldi bas deydigan vaqt keldi, deb ogohlantirdi. Bugun, ya'ni 25 fevral kuni Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq elchisi Nikki Haley Twitter torida Amerika hukumatiga chaqiriq qildi. U uchirida Amerika o'z xalqiga irqiy qirg'inchilik qilayotgan va dunyoga tahdid solayotgan bir davlatni sharaflantirmasligi kerak. Men Amerikaning 2022 yillik qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilishini talab qilaman, deb yozgan. U bu haqda Fox xabarlar torida maxsus maqola e'lon qilgan. Bundan boshqa yana Kanadadagi 180 dan ortiq kishilik huquq tashkilotlari Kanada hukumatini Beijing olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Bu tashkilotlar o'rtaq e'lon qilgan chaqiriqnomada 10 dan ortiq federativ palata a'zosi, 13 parlament a'zosi va Olimpik oltin medaliga erishgan Jean-Luc Brassard qatorliqlarning imzosi yer olgan ekan. 22 fevral dushanba kuni Kanada Avam palatasi Xalqaro Olimpik komitetidan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatga o'tkazishni talab qilish to'g'risidagi taklif loyihasini ovozga qo'yib ma'qullagan edi.